Oppo qasr uyiga garajda mana shunaqa qimmatbaho gelik yarashadi. Niyat qilib bitta layk qizartib qo'ying, yaxshilab joylashib, hozirdan bitta choy damlab qo'ying, okey? Ketqizgan vaqtingizga achinmaysiz. Uyga qarang, ayniqsa mana fasaddagi patsetlar shunaqangi chiroyiga chiroy qo'shib turibdi. Niyat qilib layk qizartirib qo'ysiz. 3 soat yer maydoniga shunaqa go'zallik tushirib qo'yishga mana buni qarang, garajda mana shunaqa yarashdimi, okey? Yarashgan bo'lsa bitta layk qizartirib qo'ying. Niyat qilib inshaalloh xuddi shunaqa uyda, mana shunaqa garajda, mana shunaqa mashinalar har bir insonga nasibi ro'z aylasa. Qaranglar, bu yoqda yozgi oshxonaga to'g'ridan-to'g'ri chiqib ketsa ham bo'ladi. Bemalol parkovka qismida bemalol ikkita mashina sig'diradigan joy tashab ketilgan. Joylashib oldingiz ham, qani bo'lmasam ketdik. Okey, qarang. Kirishimiz bilan sizlarni mana shunaqa keng hol kutib oladi. Bu yoqda bemalol yaxki devorlar qo'yib, oila davrasida o'tiradigan joy qilib qo'ysak bo'ladi. Panorama oynalar qilingan, 3 etajimiz 100% to'pli pollar qilingan. Keling, sizni birinchi yotoqxona bilan tanishtirib beraman. Qaranglar, yotoqxonamiz ham bu yoq taraf, ko'cha tarafda ham va hovli tarafda ham kattagina panorama oynalar qo'yilgan. O'zini ichida mana shunaqa kengina qilingan sanuzellar ham bor. Ko'rasizlar? Shu kabinalar qilingan, juda ham akkuratni, eng asosiysi ranglar bir-biriga uyg'unlashtirilgan, juda ham chiroyli qilib tanlashib ranglarni gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizda 6 ta xona, hozir birinma-ketin sizlarga ko'rsatib beraman. Bu umumiy sanuzelga ham interyerga bitta baho berib qo'yasizlar va bizning mehmonxonaga alohida mehr berilgan. Marhamat, mehmonxonamizni ko'rasizlar. Bu oynalar orqa hovliga, ya'ni sirkulyatsiya uchun qoldirgan. Bu yoqda to'g'ridan-to'g'ri podvalga tushib ketsa ham bo'ladi. Bu yoqga Wi-Fi, televizor kabelligi hamma joyga sharoitli qilib qo'yilgan. Bu yo'q oshxona jihozlariga tayyor holda qilinyapti va bu yoqdan yozgi oshxonaga marhamat ko'rishingiz mumkin. Shundoqqina yozgi oshxonadan chiqib ketish uchun sharoitli qilib qo'yilgan, ya'ni orqadan aylanib o'tirmaysizlar, shunday yozgi oshxonaning yonidan chiqasizlar. Bu esa bizning ikkinchi etajimizda, naq 4 ta yotoqxona bor. Kelinglar, birinchi bo'lib mana shu zinaning yonida yotoqxonadan boshlab ko'rsatib beraman. O'zining oynalari bor, o'zining xonamizning ichida sanuzellari, bu yoqda dushovoy kabinalar qilingan. Bitta narsaga ahamiyat beringlar, yorqin ranglar tanlangan va ranglar kollaboratsiyasi juda ham chiroyli, shaxsan menga juda yoqdi. Va shu xonamizning yonida mana shunday garderob uchun joylar tashab ketilgan. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli ranglar. Bu yoqda ham bemalol bolalaringiz uchun dars tayyorlash uchun joylargacha bemalol yetarlicha joylar tashab ketilgan. Bu esa ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel. Bu yoqda vanna qoldirilgan va yana bitta bolalar yotoqxonasi. Bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri balkonga chiqsak bo'ladi. Balkonda ham bemalol kofeni olib, mazza qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Va eng oxirgi xonamiz, bu xonamizning o'zining ichida ham sanuzeli bor.